Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda studiyada doimiy ekspertimiz professor G'aybulla Boboyorov. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. Demak, biz bugun navbatdagi qardoshlarimiz. Bizning qardoshlarimiz ko'p, juda ham ko'p. To'g'ri, endi ali juda katta turkiy bir millat bo'lgan, keyin u sekin-sekin bo'linib, hozir juda ham ko'p turkiy millatlar bor. O'zbeklar, qozoqlar, turklar, Ozarbayjon, Qirg'iz, Qoraqalpoq, Turkman, u sanasangiz tatarlar doim 30 nechta deysiz? 32 ta. 32 ta. 32 ta katta millat bor. Va barimiz turkiymiz, barimiz qardoshmiz. Shunday qardoshlarimizdan biri qirg'izlar haqida suhbat qilsak, chunki biz qozoq qardoshlarimiz haqida suhbat qildik, juda ham ajoyib, ko'pchilikka ma'qul keldi. Albatta bunday ko'rsatuvlarni ko'paytirish kerak, chunki biz qancha ko'p tariximizni bilsak, ildizimiz birligini bilsak, shunchalik orada bir mehr muhabbat bo'ladi. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, biroz kuchsizlanganimiz tufayli 20-asr boshida bizni parchalab tashlashdi. U vaqtda odamlardan millating nima desa qozoq, o'zbek deb o'tirmagan. Barimiz musulmonmiz degan. Kimdir ko'zi qisiqroq, kimdir qipchoqcha so'zlaydi, kimdir qarluqcha, kimdir o'g'izcha. Mana shunday yuravergan odamlarni parchalab tashlashdi. Endi vaqt keldiki, alhamdulillah, mana 2016-yildan keyin ko'p narsa o'zgardi, buni tan olishimiz kerak. Turkiy davlatlar tashkilotiga biz a'zo bo'ldik. O'zi biz a'zo bo'lgandek u tashkilotga aylandi. Undan avval u kengash edi. Bo'lib ham turkiy tilli davlatlar kengashi edi. Endi umuman turkiy davlatlar tashkilotiga aylandi. Demak, biz qardoshlarimizni yaxshiroq tanishimiz kerak. Bugun qirg'izlar haqida suhbat qilmoqchimiz va ma'lumotlarni izlasam, qirg'iz nomi o'zbek, qozoqdan ham oldinroq kelgan ekan. Shunday. Endi bu faqat o'zbek qozoqdan emas, ko'plab o'sha boya aytib o'tgan 32 ta turkiy xalqning bir 5-6 tasi juda qadimdan beri saqlanib kelayotgan bo'lsa, o'shalardan biri qirg'iz. Hattoki eng qadimgi turkiy so'zlardan bittasini ayt desa, 5 ta so'z ayt desangiz, bittasi albatta qirg'iz degan so'z bo'ladi. Qirg'iz degan, ya'ni qirg'iz degan nomning o'zi turkiy. Ham juda qadimiy, yozma manbalarda ilk bor uchraydigan so'zlardan biri. Endi shu o'rinda bir narsani aytib ketayin, boya biroz qo'zg'adiz. O'sha turkiy xalqlarning tarixini o'zlari yozmaganligi, birovlar tomonidan ular xohishiga, ular istagiga ko'ra yozilgani tufayli bizning qardoshlik bog'larimiz anchagina kuchsizlanib qoldi-da. Shuning uchun ko'pchilik qirg'izlarning tarixi yoki qardoshlarining tarixini yaxshi bilmaydi yoki ular tarixiga boshqacha qaraydi. Masalan, bir marta 2016-yillarda edi, shu Olmaotada bir konferensiya yig'ilish bo'ldi. Turkiy dunyo, umuman turkiy xalqlar tarixini yozish bo'yicha har bir o'lkadan borgan olimlar o'zlarini fikrini, qarashlarini o'rtaga tashladi. Hammasi endi qaysidir bir davlatning tarixini, sulolaning tarixini yozishda tortishib qolaverdi. Mana qarasangiz, Qo'qon xonligi desa, ular bizni bosib olgan deydi ayrimlar chiqib. Xiva xonligi desangiz, u ham bosqinchi falon degan gaplarni eshitmay shunda chiqdimda fikrimni tushuntirib berdim. Turkiyadan kelgan, Ozarbayjon, boshqadan kelganlar ham meni ma'qullashdi. Shunday dedim, bu Turkistonliklar, umuman O'rta Osiyoliklar, turkiy xalqlar uzoq davrlar mobaynida turli sulolar, turli davlatlardan tashkil topib kelgan bo'lsa ham, lekin uni bitta elatga, bitta nimaga qarashli deb qaramagan, hammasi uchun umumiy bo'lgan. Masalan, Qo'qon xonligida mana eng so'nggi davrlarda, so'nggi asrlarda yashab o'tgan davlat, 150 yildan ortiqroq yashagan. Mana shuning asosi tayanchi o'zbeklar, qirg'izlar, uyg'urlar, qozoqlar, mana shunday birodar xalqlar bo'lgan. Ayniqsa qirg'izlarning o Qo'qon xonligidagi o'rni juda ulkan bo'lgan. U askarlar qo'shinlarining katta qismini qirg'izlar tashkil qilgan. Xuddi shunday, shunga o'xshab Xiva xonligida turkmanlarni hech kim begona ko'rmagan. Turkmanlar uchun ham Xiva xonligi, o'zbeklar uchun ham, qozoq, qoraqalpoqlar uchun ham Xiva xonligi bir davlat o'zlarining. Mana shuni ichida yashab, qo'shinlarning ko'pini masalan turkmanlar tashkil qilgan. Shunga o'xshash holatni Buxoro amirligida ham ko'ramiz. Ya'niki o'zbeklarning faqatgina davlati va bu xonliklarni o'zbeklar qurib boshqa xalqlarni ezish maqsadida foydalandi degan qarash juda ham noto'g'ri. Buni tarixni noto'g'ri tushunish ham bo'ladi. Bunday qarash, noto'g'ri qarash ko'plab muammolarni, so'roqlarni keltirib chiqaradiganda, men shu nimadan tushishdan so'zlash bo'lib tushayotgan, minbardan tushayotgan paytimda bir nechta olimlar kelib meni quchoqlab oldi. Tasavvur qiling, hech kim shunaqa sizday yondashmadi. Shunday hamma haqiqatdan hamma u paytda turkiylar geografik joylashuviga qarab davlat bo'lib ketavergan, unaqa bitta etnik nimaga bog'lanmagan degan nimani chiroyli tushuntirib berdi. Tiliga qarab yoki boshqaruvchi sulola palon millatdan, u payt hali bular millat degan darajada ham emas edi.
bir turkiy dunyoning bir bo'lagi edi deb. Masalan, o'sha Xorazm xonligida ham biz qozoq xonlarini bir ko'rishimiz mumkin. Albatta, ular bemalol o'shani dashtdan olib kelib, taxtga o'tirg'izib, hattoki olib kelib qozoq xonlaridan iltimos qilib olib kelishgan va shu yerda siz haqqingiz bor xon bo'lishga deganman. Buni tarixdan ko'z yumib bo'lmaydi. Mana ayniqsa bugungi kunda har qanday holatda ham internetdan, tarmoqlardan bemalol topa olasiz ma'lumotni. Shunday deb tushuntirgandan keyin boshqacha yondashuv boshlandi-da. Qarang, aslida ko'pchilik olimlarimizda bunaqa fikr bo'lishi mumkin, lekin mana shuni chiroyli qilib o'sha xalqqa, turkiylarga, umuman qardoshlarimizga ham o'zimizga yetkazib berish kerak bo'ladi. Albatta. Endi qarang, qirg'iz degan nom o'sha juda qadimiy ekanligidan biz quvonishimiz kerak. Qadimiy ekanligi sababi o'sha turkiy so'zlar o'zi ko'p yozma manbalarda keyinchalik saqlanib qola boshladi. Bu Xitoy ilnomalarida bularni Gyangun deb uchrardi. Xitoyliklar bizni nomlarni, so'zlarni talaffuz qila olmaydi-da. Eng qadimgi shakli qirqir edi. Keyinchalik boya rz almashinuv deb aytaman, rotatsizm deyiladi. Rning r bilan tugaydigan so'zlarning z ga aylanib ketgan holatlari bor. Masalan, semir, semiz deganday. O'sha masalan Semirkent deganni Qoshqari ham, Ironiy ham Samarqand deb nima qiladi? Semiz shahar, Bo'liq shahar, katta, yirik shahar degan ma'noda. Shunda ham qirg'iz nomida ham shuni izini ko'ramiz va miloddan oldingi 1000 yillik, so'nggi 1000 yillikning so'nggi asrlarida, so'nggi qirg'izcha aytganda qilimlarida deydi ular. Qozoqlar g'asr deb aytadi. O'sha so'nggi asrlarda 5 ta turkiy elat yashar edi. Ya'ni bular urug'larni o'z ichiga olgan elat joylashuviga qarab birorta siyosiy uyushma bo'lgan. Bular dinlin deyiladi. Tele deb, di ham deb talaffuz qilinadi. Bu turk so'zining eng qadimgi shakli, ko'rinishi ham deb qarashlar bor. Bittasi seyli deb uchrardi, bu sir deb tiklanadi, sir turklari. Uchinchisi Gyangun, Xitoy ilnomalarida keltirishi, qirg'ir deb nima qilinardi va yana bir nechta Foyxo deydi, Uyg'urlar haqida gap ketadi. Mana shunaqa yirik xunlar bor edi. Keyin qarang, shularning ichida qaysi yirik bir saltanat qursa, qolganlari ham unga bo'ysunib yashab kelishgan. Endi Xitoy ilnomalarida bularning umuman qirg'izlarni haqida gap ketganda Hagassam deb aytadi. Hagaz degan qirg'iz degan so'zni endi bir vaqtlar qirg'ir deb aytilgan paytda bular miloddan oldingi yillarda Gyangun deb aytgan, n bilan tugash, rga, ya'ni turkiy rni n bilan xitoyliklar aytishi bor-da. Masalan, tatar degan, r yo'q, tatan deydi, tatar o'qim degan nimani, Gyangun degan so'zni ham qirg'ir deb ko'rishimiz, o'qishimiz, tiklashimiz mumkin bo'ladi. Demak, Xitoy ilnomalarida aytadiki, bu qirg'izlarning tili umuman dinlinlarga yoki xunlarning tiliga yaqin. Bular Uyg'urlar bir-birini yaxshi tushunadi degan ma'lumotlar bor. Men hayron qolaman, mana O'zbek tili tarixi degan kitobni yozgandim 2021-yilda. Shu 2022. Shu kitobda shu masal ma'lumotlarni ham, shu bilgilarni keltirib o'tdim. Qarang, birorta sovet turkologi yoki o'zbeklardan yoki umuman qardoshlarimizdan chiqib mana shu narsani misol o'rnak qilib keltirmaganda, Xitoyliklar aytayapti, bularning tili bir-biriga o'ta yaqin, bir-birini tushunadi. Masalan, qirg'izlar va uyg'urlar deyapti, bundan 1,5 ming yil oldin. Shu ma'lumotni mana bularning tiliga oid eng qadimiy bilgi ekani deb keltirishmaydi-da. Tasavvur qiling, qanaqadir ko'z yumib o'tib ketadi. Shuning uchun bizni tillar ba'zan turkiylar haqida gap ketganda keyinchalik turklashdi. Xunlar yoki turk xoqonligi borib bosib olgandan keyin o'sha Sibirning qadimgi xalqlari turklashib ketdi, Kavkazning xalqlari turklashib ketdi yoki Eronliklar turklashib. Shunaqa bir noto'g'ri yondashuv bilan bizning tariximizni qanaqadir bir chalkashtirib kelinadi. Demak, qirg'izlarni bu qadim nomga ega ekan, nom bo'lgandan keyin, elat bo'lgandan keyin bularning o'ziga xos siyosiy uyushmasi ham bordi. Ya'ni ilk turkiy davlatlardan biri sifatida qirg'iz davlatiga qarashimiz mumkin. Qirg'iz xoqonligi ham deb ataladi. Bu qirg'iz xoqonligi bilamiz 6-asrdan to 12-asrgacha ozgina to'xtalishlar, ozgina boshqa xoqonliklar qo'l ostida o'tish bilan birga, lekin 600 yildan ko'proq vaqt mobaynida, ya'ni to Chingizliklar o'rtaga chiqquncha bir qirg'iz xoqonligi degan bir Yenisey daryosini bo'yida Janubiy Sibirda bir davlat xoqonlik bo'lib keldi. Hatto bu juda ham keyingayib o'lkan bir kuchga, Державаga deb aytiladi, aylangan paytda buni hududi Markaziy Osiyoning katta qismini egalladi. Bizda bir xarita bor, qirg'iz xoqonligi bo'yicha. Endi bu aynan qaysi davrga oidligini hozir aniq ayta olmaymiz, lekin o'sha xaritalarda ko'rsatiladigan ko'proq mana bu o'sha mana shuni kattaroq o'lkanlashtirib ko'rsatsa, bu
demak to bu nimagacha Orolgacha yoki Sirdaryogacha yetib kelmagan, lekin Markaziy Osiyoning, O'rta Osiyoning dasht qismlarini yoki tog', Oltoy, masalan biz hozir bu yerda 7 suvni ko'ryapmiz. Mana Balxash ko'li atrofi Qozog'istonning markazigacha kirib borgan. Shunda eng ulkan bo'lib kengaygan paytlarda, chog'larda shunaqa bo'lgan, lekin uning asosiy qismi mana shu o'rmonlik, mana Janubiy Sibir tomonda bo'lib, kuchaygan paytlarda Markaziy Osiyoning Mo'g'uliston, Oltoyni, Sharqiy Turkistonning shimoliy qismini, ya'ni Tangritog', Tianshangacha bo'lgan qismlarni olib kelgan. Bu yog'i Tibetgacha cho'zilgan bir yirik bir saltanat, yirik bir imperiya edi. Bu aynan bu ko'proq 9-10 asrlarga tegishli davra. Undan oldin bu Qirg'iz xoqonligi Uyg'urlarga 840-yillargacha, undan oldin 740-yillargacha Turk xoqonligiga bo'ysungan, qaram bo'lgan. Bu xaritada ko'proq ko'rsatilgan ekan, videoni olib turasiz Shokirjon. Demak, hurmatli muxlislar, mana biz Qirg'iz xoqonligini ko'ryapmiz rus tilida. Demak, uning g'arbida Qarluqlar davlati domla ko'rsatilyapti. Janubida Uyg'ur xoqonligi va Tan imperiyasi, Xitoyning Tan imperiyasi. Lekin Kidanlar shimoli sharqida Qora Xitoylar. Bu Qora Xitoylar demak. Albatta, Xitoy davlatiga nom bergan, ya'ni bizni tilimizdan nom bergan bir Qora Xitoylar degan nima yashadi. Ular Qirg'iz xoqonligi. Mana shu Qirg'iz xoqonligi, mana Kirgizskiy Kaganat, Kemjikent degan shahri bor ekan, Baliqlil degan shaharlari bor ekan. Baliqli deydi, Baliqtig'i ham deb aytiladi. Qarang, Kemjikentni deb arab manbalarida uchraydi 9-10 asrlarda. Ya'ni bilamiz, arab fors geograflari 9-12-asrda bir 300 yil mobaynida butun dunyoni xaritalarini yaratib, geograf izlanishlar olib borganda har bir qishloq, har bir shahar haqida, o'lka haqida to'laqonroq yozgan edi. Shunda bularni bir ayrimlari juda sovuq o'lkalar bo'lsa ham o'sha Sibirgacha borib, o'z ko'zlari bilan ko'rgan holda turkiy dunyoni birinchilardan bo'lib qog'ozga tushirib ketdi. Endi Xitoy ilnomalarida ham bor edi, lekin arablar boshqacha biz bilan ko'z bilan qaradi va ular yozib qoldirgan ma'lumotlar bizni tilga yaqinroq talaffuzini beradi. Kemjikent degani aslida Kem degan so'z bu Yenisey daryosining mahalliy yerli nomi. Kemchik degani kichkina Yenisey degani, kichkina Kem degani, ya'ni Yenisey daryosining bo'yidagi shahar. Demak, qirg'izlarda o'sha paytdayoq shaharchilik bo'lgan. Qirg'izlarni masalan ko'chmanchi, tog'larda yashaydigan xalq deb, elat deb qaralardi, lekin qadimdan o'sha 2000 yil oldin ham qirg'izlar yoki 1000 yil oldin ham qirg'izlarning sezilarli bir qismi, bir bo'lagi o'sha Yenisey bo'yida yashasa yoki Oltoy atroflarida yashasa ham dehqonchilik bilan shug'ullanganligi, bug'doy, tariq ekkanligi, o'sha yerni haydab ishlov berganligi haqida ham xitoyliklar ham arablar yozib qoldirgan. Demak, bu o'z shahriga ega. Eng qizig'i, qirg'izlar turkiylar ichida eng qadimdan, eng eski davrlardan beri yozuv ishlatgan, yozuvdan foydalangan el sifatida bilinadi. Ya'niki o'sha hammamizga ma'lum turkiy xalqlarda ardoqlaydigan, o'zlarining bir milliy qadriyati sifatida qaraydigan O'rxun Enasoy bitik toshlari bor-ku, o'shaning O'rxun bitik toshlari bu Turk xoqonligiga tegishli bo'lsa, Enasoy bitik toshlari, ya'ni Janubiy Sibirda ko'pchiligi bu Qirg'iz xoqonligiga tegishli. Qizig'i, o'sha Qirg'iz xoqonligining tili, so'zlari, umuman unvonlari qanaqa bo'lganligi, umuman kundalik hayot qanday bo'lganligini o'sha Enasoy bitik toshlari orqali bila olamizda. Ularning tili o'sha paytda bizning bugungi adabiy o'zbek tiliga ham juda yaqin bo'lgan. Keyinchalik bular tilda qipchoq lahjasi, ustuvorlik yetakchilik qilib keta boshlaydi. Undan oldingi davrlarda qirg'iz tili, ya'ni qirg'iz turkchasi bu adabiy o'zbekchaga ham, umuman turkiy tillarning o'rta bir turkchasiga, ya'ni Qoshg'ariy davrida yozilgan turkchaga yoki O'rxun Enasoy bitik toshlari tiliga, bundan 1,5 ming yil oldin yozilgan bitik toshlar tiliga o'ta yaqin bo'lgan. Demak, qirg'iz tili avval boshdan Qarluq laqchasida bo'lganmi? Yo'q, buni Qarluq laqchasi ham deb bo'lmaydi. Chunki biz ko'ryapmiz, ular Uyg'urlar bilan juda qo'shni yashaydi. Qo'shni, juda yaqin, o'ta yaqin keladi bular tili, juda o'xshash deb aytiladi-da Xitoy ilnomalarida. Buni bitik toshlarni o'qisangiz, ham O'rxun bitik toshlarini o'qing, ham Enasoy bitik toshlarini o'qing, deyarli bir-biriga yaqin. Buni olimlar bunaqa deb tushuntiradi. To'g'ri, buning ichida o'g'iz belgilarini ham ko'ramiz, Qarluqcha ko'rsatkichlarni ham ko'ramiz yoki qipchoq elementlarini ham ko'ramiz. Faqat o'sha paytda ham turkiy tillarda ozgina dialektlar bo'lgan paytda hamma uchun, barcha uchun tushunarli bir til yaratilgan.
va o'sha davlat tili bo'lgan, uni boshqaroq shevada so'zlashganlar ham baribir o'sha dialektda, o'sha o'rta adabiy turkchada yozishga harakat qilgan. Shuning uchun buni ichida 3-4 ta lahjani ham, dialektni ham izlarini ko'ramiz deb baholashadi. Ya'ni kayne deyiladi, ya'niki shevadan yoki so'zlashuv tilidan yuqori turadigan, barcha uchun tushunarli bo'lgan va maxsus yaratilgan bir dialekt bo'ladi-da, adabiy til deb qarashimiz kerak bo'ladi. Mana o'zbek tilini hammamiz to'liq o'zbek adabiy tilida so'zlashmaymiz. Har xil shevada, dialektlarda so'zlashsak ham, lahjalarda, lekin o'sha adabiy til orqali muammosiz, so'roqsiz bir-birimizni tushunaveramiz. Shunga o'xshash nima? Bundan 1,5 yil oldin ham, 1,5 ming yil oldin ham bo'lgan deydi. Bu katta yutuq aslida. O'sha paytda mana shuni tushungan holda bunday intilishlarning bo'lganligi. Endi qarang, qirg'izlarni bugungi kunda bilamiz. Uzr. Endi aytaman, siz olimlar hammasini bir deganda gapirib qo'yasizlar, bizni tushunmay qolaveramiz. Qirg'iz tili qadimiy tillardan demak. Qadimiy tili emas, qirg'iz dialekti yoki qirg'iz turkiy tilning qirg'izcha tarmog'i. Yozuv bo'lganmi? Yozuv bo'lgan. Hozir chunki bir Wikipediyada bir ma'lumotni uchratdim. U yerda boyagi ali Orxun Enasoy yozuvlari bu o'sha qirg'iz yozuvi hisoblanadimi? Yo'q, qirg'izlar uchun ham tegishli, chunki qirg'izlar yashaydigan hududda, o'sha o'lkada, Janubiy Sibirda, Yenisey bo'yida ko'plab bitik toshlar topiladi va uning ichida ayrimlarida qirg'iz degan so'z ham uchraydi. Shundan kelib chiqib, keyin ulardagi tamg'alar bor, urug' tamg'alari bor, qirg'izlarda saqlangan urug' tamg'alari bor. O'sha 2,5 oy va o'rtasidan chiziq o'tgan bir tamg'a borda. Shunga qarab, mana shu bitiklarning bir qismi, bir bo'lagi qirg'izlarga tegishli deb qaraladi. Qarang, mana shu Orxun, bizda endi Orxun Enasoy yozuvlari deyiladi. O'zi asli u qaysi tilda? O'sha turk tilining eng qadimiy yozuvi hisoblanadimi? Ya'ni hamma uchun bir xil yozuv hisoblanadimi yoki baribir qaysidir lahjaga tortadimi? Yo'q, buni qarang. Olimlar juda ikkilanishgan. Bu bo'yicha maqolalar yozilgan. Masalan, Turkiyadan bir olim chiqib, bu o'g'izchaga yaqinroq deyishi mumkin. Masalan, Zaynab degan professor bir turkiyalik olima o'g'izchaga yaqin ekan degan xulosaga kelib, to'xtamga kelib maqolalar yozgan edi. Boshqa turk olimlar bunga, turkiyaliklar ko'p qo'shilmaydi. Masalan, ularda bitik toshlarda kelduk, qilduqda degan so'zlar uchraydi. Turkiyada masalan gelduyinda, qildig'inda degan, yaptig'inda degan nimalar uchratamiz. O'zbekchada, qozoqchada, qirg'izchada bu yo'q. Bunday qarasangiz, o'g'izchaga masalan kendi budunim ertdi, o'z xalqim edi deganda, masalan kendu degan so'z kentu deb ishlatiladi bitik toshlarda, o'zim ma'nosida, o'z Turkiya turkchasida bor. Bunday qarasangiz, xuddi Turkiya turkchasidek ko'rinib qoladi uni bitik toshlar tili. Lekin u yerdagi masalan ke bilan boshlanishi so'zlarning masalan inim kultigin ot bo'ldi deb masalan bo'lib yetishdi degan nimani aytsa, qarasak bunda o'zbekchaga ham, qozoqchaga ham yaqinday ko'rinadi. Keyin boshqa tomondan qarasangiz, qirg'izchada juda ham ko'p leksik qatlamida, umuman qirg'izchada bugungi kunda ham jonli, tirik o'sha 1,5 ming yil oldin qo'llanilgan so'zlarning ko'pchilik qirg'iz tilida ham ishlatiladi. O'qib ko'rsangiz, xuddi qirg'izchada ham o'xshaveradi. Endi faqat bitik toshlarning tili ye bilan boshlanuvchi til, yo'qi ishi deyiladi, boyagi yo'qlovchi shevada yozilganligi uchun qarluq dialektlariga ham o'xshaydi. Bu degani barchamiz uchun umumiy bir, ya'ni hali biz unchalik uzoqlashib ketmagan, tillarimiz borgan sari boshqa so'zlarni olmagan bir chog'larda, kezlarda yozilganligi uchun barcha turkiy xalqlar deyarli barchasi, endi chuvashlarniki undan ham oldingi bir turkcha bilasiz, Bo'lg'or turkchasi deymiz. Unda o'sha Orxun Enasoy bitik toshlarining tili shu bugungi kunda 32 ta turkiy xalq bo'lsa, shularning 30 ga yaqini uchun yaqin til hisoblanadi deb qaraladi. Qolganlari uchun bir yaqin qarindosh, lekin bir muncha uzoqlashib ketgan ko'rinishlari bor. Tushunadi. Boyagi o'sha Orxun Enasoy tilidan mana qarang, bunday nimalarni yozish ko'proq o'sha Yenisey, Janubiy Sibirda keng tarqalgan. Endi mana sal soddaroq, qanaqadir biroz harflarning o'rni sal nima deydi, bir tekislikda ketmaganda, bu oddiy xalq, oddiy aholi tomonidan qabr tosh bo'lib ham yozilavergan. Ya'ni xalq, oddiy qora xalq yozuvni yaxshi bilganligini ko'rsatadi. Turk xoqonliginiki esa
hammasi masalan davlat buyurtmasi bilan chiroyli qilib har bir harfga e'tibor bo'lib tekstligiga bir satrda joylashganligiga va so'zlarning chiroyli ifodalanishiga e'tibor qaratilgan. Ya'ni bunga bu yerda xato qilish yoki harflarni o'ynatib birovni qiyshiq yozish degan narsalar kuzatmaymiz. Mana shu bitta toshni yana bir qaytarib ko'rsatingda Nurbek. Kattalashtiring. Mana shuni masalan turk deyapti. Mana bu pastroqdagi meni ko'zim uzoqdan hozir nima qilmayapti, lekin kattalashtiring so'zlarni. Yana ham yaqinlashtirsak buni o'qishimiz mumkin. Misol keltirib ko'rsak, mana bularda masalan tepasida nima edi? Qo'y deyapti-da. Qo'y degan so'zni ikkita nimasi bor. Qishloq ma'nosi shunga, ya'ni aholi maskaniga o'xshaydi. Tog'dagi qo'y, yo'q, qo'y emas, bu qo'y degan shakli bor. Bu tog'lardagi nimaga nisbatan qo'yda qunchuyum deb aytilyapti, ya'ni o'sha tog'dagi, daradagi joyda nimamizdagi qunchuyum degani nima ma'noda? Xotin qizlar ma'nosida, ya'ni qarindosh, ayol qarindoshlarim ma'nosida so'z ketyapti-da bu yerda. Shunday buni qarasangiz aynan davlat yozuvi emas, lekin nima deydi? Buni oddiy odamlar yozgan. Oddiy odamlar tomonidan yozilgan. Masalan, Tangri, Turk degan so'zlarni ko'ryapmiz bu yerda. O'rungu degan so'z tushiryapti, bayroqdor degani, yalovbordor degani. Bunda ham baribir qanaqadir bir siyosiy voqeliklar ham ketyapti, shuni aytilyapti. Ya'niki dushmanga qarshi kurashganligi. Ya'ni biz bemalol aytishimiz mumkinki, turkiy xalqlarning shu o'z davrida bular ilmsiz xalq bo'lmagan, yozuvlari bo'lgan. Albatta. Va chiroyli xalqqa tushunarli bir so'zlar bilan tushuntirib beradi, ifodalab yozilganda bular. Grammatik qoidalari umuman nimalarga katta e'tibor berilganligi shunday sezilib turadi. Masalan, ichida maqollar uchraydi ayrim paytlarda. Masalan, so'zlarni chiroyli jumlalar bilan tushuntirishga intilinadi. Bularni qarasangiz, turklarda o'sha yozuvdan foydalanish, bir badiiy til yaratish, adabiy til yaratish ancha oldin boshlanib, faqatgina turk xoqonligi, qirg'iz xoqonliklari kelganda buning ko'lami kengaygan deb qaraladi. Rahmat. Mana endi boyagi qirg'iz xoqonligi xaritasini olib chiqsangiz, o'zbek, qozoqni ko'pincha, turkmanni ham hattoki o'sha markaziy kelib chiqishi, ularda Markaziy Osiyo bilan bog'liqlik joyi juda ham ko'p bo'ladi. Lekin biz qirg'iz qardoshlarimiz haqida gap boshlashimiz bilan Enasoyga qarab ketib qolaveradi xayolimiz. Mana hattoki sarlavhani ham Enasoydan kelgan qardoshlarimizdik va juda qadimdan ular borligi, haqiqatdan o'sha turkning qadimiy bo'g'ini ekanligi va o'sha Enasoy atroflarida, bugungi Yenisey, rus tilida Yenisey, o'sha atroflarda ularning katta davlati bo'lganligi. Ammo bugun u yerda qirg'izlar yo'q. Bir qaraganda yo'qday ko'rinadi, lekin aslida sinchiklab qaralsa bor. Bular hakaslar. Hakas avtonom yoki Hakas respublikasi, Hakasiya deb ham yuritiladi. Bu o'sha Oltoy, Janubiy Sibirda joylashgan. Poytaxti, umuman bosh markazi, ostonasi bu Abakan degan shahar. Hakaslar o'zining tiliga, o'zining yozuviga, o'zining kitob, umuman maktablariga, o'zining butun bir millat uchun kerakli bo'lgan barcha qulayliklarga ega. Endi to'g'ri rus tilining ta'siri bularga katta bo'lib ketyapti keyingi vaqtlarda. Lekin hakaslarni o'sha qirg'izlar bilan bog'lari o'zaro bir elat, bitta urug'dan kelib chiqqanligini isbotlaydigan, ko'rsatadigan ko'plab dalillar bor. Aslida bir narsaga to'xtalsak, Enasoy deganda o'zbeklar uchun, umuman turkiy xalqlar uchun qanaqadir bir qadrli, bir ardoqli so'zda bu. Shuning uchun har bir xalqimizning har bir vakili, har bir elatdoshimiz, eldoshimiz uchun bu so'z qandaydir bir boshqacha ma'no kasb etadi. Qandaydir bir Enasoy desa birdan o'sha Sibir tomonlar, buyuk o'lkan cho'ng bir daryo ko'z oldiga keladi. Bu yerda 1000 yillar oldin ajdodlar, ota-bobolar yashagan bir diyor, o'lka ko'z oldiga keladi-da. Shu so'ylasin Afrosiyobi, so'ylasin O'rxun xati degan paytda Erkin Vohidov ana o'zbegim. Butun O'zbekistonda qanchalik xalq bundan 40 yillar oldin anaqa gapirib so'zlab yurdi shuni. Qo'shiqlarga aylandi. Demak, Enasoy qirg'izlari degani ham shunchalik biz uchun ardoqli. Endi Onasoy ham deb aytishadi, Enasoy, Yenisey ham deb aytadi. Nima bo'lganda ham bizga bir begona so'z emasligi, yot so'z emasligini birdan his qilamiz, sezamiz. O'sha bu yerda qirg'izlarning
aynan asl vatani o'sha yerda, bosh ona yurti o'sha yer bo'lib, keyinchalik boshqa o'lkalarga ko'chgan, bugungi yerlarga kelib qolgan degan qarashlar keng yoyilgan. Chunki fan, ilm shunaqa tushuntirib keladi, lekin mening qarashim boshqacha. Chunki qirg'izlarni o'sha so'nggi o'rta asrlarda yoki o'rta asrlarda bu yerga Yenasoydan ko'chdi, undan oldin bu yerda yo'q edi O'rta Osiyoda degan qarashni demak qiladi, eskirtiradigan ma'lumotlar, bilgilar yozma manbalarda uchraydi-da. Mana qarang, 9-12 asrlardagi arab fors geograflari o'sha Toshkent atroflariga, Chotqol tog'lariga, umuman Yettisuga, Talasga, bugungi Janubiy Qozog'iston, Qirg'iziston o'lkalariga, tuproqlariga kelgan paytda masalan Muqaddasiy, Istaxriy degan bir nechta arab geograflar bor, o'nlab ya'ni. Shularning asarlariga qarasangiz, mana Chotqol tog'lari, Toshkent viloyatining shimol sharq Kunchiqar tomonida, bugungi Chorvoq suv omboridan nariroq tomonlarda Chotqol nimalari, tog' bo'laklarini, ya'ni Tian Shan Tangri tog'ining qirg'izlar yashab kelganligini, qarluqlar bilan birga yashaganligi aytiladi yoki Turkistonning eshigi deb aytilgan paytda o'sha yerda qirg'izlar ham yashashi qayd etiladi. Shunga qarab qirg'izlarning bir bo'lagi ayrim vaqtlarda Tian Shanda, ayrim vaqtlarda Pomirda ancha eski davrlardan beri yashab kelgan deya olamiz. Sababi mana biz keyingi vaqtlarni turkiy dunyoni qanaqadir to'siqlar, chegaralar boshqalar tomonidan ajratilib siyosiy birlik parchalanganidan keyingina holat bo'yicha tushunamiz-da. Qarang, aslida qirg'iz degan nom o'rta asrlarda Qrim xonligida ham uchraydi. Qirg'iz, qozoq degan qishloqlar bor. Yoki aynan Turkiyada ham qirg'iz degan tog'ning nimalari bor, yoki nimada Qozog'istonda, umuman O'zbekiston hududida ham qanchalab qirg'iz degan qishloqlarga aynan bu qirg'iz bugungi qirg'iz millati bilan bog'liq bo'lmagan paytda holatda ham o'sha ancha eski chog'larda bo'lganligini payqay olamiz, nima ko'ra olamiz manbalar orqali. Lekin nima bo'lganda ham qirg'izlar uchun o'choq, ular uchun bir buloq bo'lib o'sha yerdan qaynab dunyoga yoyilgan tomoni baribir Yenisey, Enasoy daryosi, Yenasoy o'zani ham deyiladi, shu tomonda yashagan. Bularning ilk bundan 2200 yil oldingi davlati ham, to 10-asrlargacha bo'lgan qirg'iz xoqonligi ham aynan o'sha yerni o'zining o'zak, tayanch tuproqlar o'laroq foydalanib, o'sha yerdan dunyoga ko'proq hukm yuritib, nima qilib turgan. Keyin qirg'izlarning bugungi kunda olib qarasak, nimasi o'sha xoqonligi haqida bizni darsliklarimizda, umuman turkiy xalqlar maktab darsliklarida keng tushuncha berilmaganligi uchun hozir ko'pchilik tajriblanib, masalan, qolib ajablanib, nega oldin bunaqa emas edi, lekin deb qarashadi. Ilmiy kitoblarni olib qarasangiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda, internetda ko'rsangiz, qirg'iz xoqonligi bo'yicha ko'plab YouTube'da video roliklar bor yoki yozma nimalar uchraydi. Shularga qarab qirg'izlar tarixini keng bilib olishimiz mumkin. Bu qirg'iz xoqonligi davrida uning ichida yuzlab turkiy urug'lar yashadi. Masalan, uning ichida Qarluq ham bor, Qipchoq ham bor yoki boshqa turkiy elatlar bor. Shuning uchun qirg'iz xoqonligini bizning davlatchiligimiz, umuman olgan turkiy xalqlarining davlatchiligining eng shonli, eng bir dovruqli bir davri deya olamiz. Domla, demak, Markaziy Osiyoda qirg'izlar bo'lmagan deyish bu juda noto'g'ri. O'ta noto'g'ri bir qarash bo'ladi, chunki yozma manbalardan voz kechish yoki ularni hisobga, ularni ko'zga olmaslik holati bo'ladi. Bu noilmiy holat. Olib qarasa, domla, barcha turkiy millatlar barcha yerda bo'lgan ekan. Albatta. Masalan, o'sha qirg'izlar Qrimda ham bo'lgan, u yog'i Koreyagacha ham yetib borgan. Xuddi shunday o'zbeklar, bu Dasht Qipchoqda ham o'zbeklar yoki Hindistonning shimolida ham o'zbeklar, Eronda ham o'zbeklar. Shunday. Xuddi shunday o'g'izlar. O'rxon Enasoy yozuvlari ham o'g'izchaga tortib ketadi. Demak, o'g'izlarning boshi o'sha yerda, oxiri Istanbulda. Shunday. Ya'ni bugun hatto Xitoyda ham Salor degan o'g'iz turklar bor. Turkmanlar bilan juda aloqasi bor. Turkmaniston necha marta borib bolalarni olib keladi, o'qitadi yoki bulardan borishadi. Turli madaniy salorlar bilan, xitoyliklar Salozu deb aytadi, Salor xalqi deb. Bular o'sha qadimgi o'sha Mahmud Qoshg'ariyda tilga olingan 24 ta o'g'iz urug'idan bittasi va Samarqand atrofidan ketgan, bilasizmi? Haligacha o'sha Samarqand shahrining Pastorg'om, Nurobod tumanlarida Chandir yoki Turkman degan qishloqlari bo'ladi. Salorlar
o'sha bugun Xitoyning o'sha o'rta hududlarga yaqin yashasa ham, Sharqiy Turkistondan ham, Uyg'uristondan ham nariyoqda Kunchiqar tomonda yashasa ham, haligacha o'zlarining nimasida, tilida, xotiralarida, esdaliklarida Samarqand atroflarini eslatib turadi. Bu masalan bugungi kunda endi biz O'g'izlarcha bir Xorazmdan boshlab shu g'arbni nazarda tutamiz. Buxoroda ikkita tuman Olat bilan Qorako'lda so'zlashiladi deb aytamiz. Lekin mana qarang, Samarqand, siz bir suhbatda aytib o'tganingiz, hattoki o'sha Anadoluga ketgan turklarning bir qismi Toshkent atrofidan ham ketgan. Shunday, O'g'izlar. Albatta, bu juda ham ko'p misollar bilan o'zini nimasini topadi. Qarang, masalan, Turkiyada Keles degan bir joy bor. Keles. Xuddi Toshkentning, xuddi shunday daryoning nomini ular ham Keles deb aytadi. Aholi yashaydigan joyi ham, qarang. Ming yil ham bo'lmadi, mana Toshkent. Qrimdagi deyarli o'zbekcha so'zlar yoki Boshqirdistondagi deyarli o'zbekcha so'zlar, o'zbekcha urug'lar, o'zbek urug'lari deyarli. Xuddi shu narsani qirg'iz elati, qirg'iz millati, demak, ularda ham xuddi shu o'rnagida ko'ra olamiz-da, qarang. Hozirgi kunda Sharqiy Turkiston, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi tarkibidagi Shinjon Uyg'ur avtonom rayonida Sariq Uyg'urlar degan aholi bor. Bir qaraganda Uyg'urlarning bir bo'lagi deb nomidan tushunamiz, otidan sezilib turibdi, lekin ularning so'zlashadigan tilini qarasangiz, Uyg'urlardan ko'ra ko'proq qirg'izchaga yaqin. Yoki Lobnorliklar deyiladi. Lobnor Uyg'urlari deb ham aytiladi. Bularning tili ham qirg'izchaga. Chunki yaqin keladi, yoki Salorlar tilida ham qirg'izcha bilan deyarli. Buning sababi nimada? Qirg'iz tili, umuman qirg'iz dialekti turkiy tillarining Fors dunyosidan, arab dunyosidan ancha uzoq bo'lganligi uchun eski turkiy so'zlarni yaxshi saqlaganda. Shuning uchun musulmon bo'lmagan turkiy elatlarning, millatlarning tiliga bularniki juda o'ta yaqin keladi. Shu tomoni bor. Endi qarang. Hakkas tilini bugun hakkaslarni qirg'izlarning bir bo'lagi yoki eski qadimgi qirg'izlar yoki yenisiy qirg'izlarning qoldiqlari deb qaraladi, lekin bir qaraganda qirg'izcha bilan hakkascha bir-biriga o'ta yaqin kelmaydi. Masalan, qirg'izlar Janga jil deb aytsa, ular Changi chil deb aytadi. Qarang. Nima degani? Changi chil, ya'ni yangi yil. Ko'rasizmi? Qirg'izlar j qilsa, ular chiga aylantiradi. Yoki qirg'izlar va o'zbeklar, qozoqlar emas, inkor ma'nosida emas, kelgan emas, kishi emas desak, ular cho'g'il deb aytadi. Nima degani? Deyil, turkchadagi deyilning, turkmanchadagi dalning, emasning, ya'ni tugulning eski bir shakli. Ko'ryapsizmi? Shunday tomonlardan nima qilib qoladi, tushunilmay qoladi, lekin hakkas degan so'zning o'zi ham aslida qirg'iz degan so'zning xitoycha aytilishi. Bunisi endi ajoyib. Qiziq, sababi ular o'zini hech qachon hakkas deb aytmagan oldinlari. Mana o'sha 20-asr boshlarida qaysi bir turkiy xalqlarni umuman bo'layotganda Xitoy degan katta kuch, Rossiya degan katta kuch, Eron degan kuchlar bo'lib oldida, shunda nom berishdi. Endi nima dedi, Xitoy yilnomalarida qirg'iz so'zini xitoyliklar talaffuziga moslashtirib hagas deb bergan bo'lsa, o'rta asrlarda ketdi. Keyin bular hakas deb oldi. Hagasda hakas qilib, aslida tub yerli xalqning orasiga hozir borib ko'rsangiz ham bugungi kunda ham qirg'iz deb aytadi o'zlarini. Qirg'iz deb aytadigan aholi guruhlari bor. Shunaqa. Masalan, Fuy qirg'izlari degan xalq bor. Bu Xitoyning mana bu Harbin tomonlarga, mana bu Manjuriya tomonlarga, Xitoyning uzoq sharq tomonida Fuy qirg'izlar degan bir 5-4 ming aholi saqlanib qolgan. Xitoycha bilan birgalikda qirg'izcha ham so'zlashadi. Ular o'zi men qirg'izman deb aytadi-da. Qayerdan ko'chgan bo'lsa, ular Hakkasiyadan ko'chgan deyishadi, deb qaraladi. Ya'ni buddistlashgan yoki qadimgi turkiy shamonlikni saqlagan musulmon bo'lmagan turklar Hakkasiya bilan bir 500-400 yillik orasida bog'lar bor, aloqalar bo'lgan, shu yerdan ko'chganini aytiladi. Aynan bugungi Qirg'iziston hududidan ko'chmagan ular. Tasavvur qiling, u Manjuriya qayerda, O'rta Osiyo qayerda yoki Hakkasiya nisbatan tog'lar orqali, Baykal orqali borsa bo'ladigan yerda endi. Shuning uchun ular Hakkas degan nomdan xabarsiz holda o'zlarini qirg'iz deb aytib kelyapti. Qarang, chunki ular ko'chib ketganda hali bu Hakkas degan nima yo'q edi-da. Keyin qarang,
o'zlarining ichida ham bir nechta masalan Baytanayev degan bir turkiyalik olim bor edi, ko'p uchrashganmiz. U ham ko'p yozgan bu haqda. Qirg'izlarni aynan hakas deb aytish, nimani hakaslarni mumkinda hakas deb aytmas kerak, qirg'iz degan nomni tiklash kerak degan olimlarning qarashlari bor edi. Bunga harakatlar, intilishlar ham bo'ldi. Keyin mana Mongoliyada yoki o'sha Janubiy Sibirdagi yer otlariga qarasak, birortasining nomi hakas deb yuritilmaydi. Qirg'iz Nur, masalan, Qirg'iz ko'li degani Mo'g'ulistonda. U o'sha Tuva tomonga yaqinlashib ketadi. Mongoliyaning o'sha shimoli g'arbiy, ya'ni kunbotar tomonida bir ko'l bor. O'sha ko'lning nomini Qirg'iz Nur deb aytadi nimalar, mongollar. Tarjimasi, o'girmasi Qirg'iz ko'li bo'ladi. Shunga o'xshab masalan qirg'izlarni qarang, bugungi kunda faqat Qirg'izistonning o'zida yashaydi ko'proq deb qaramaslik kerak. Qirg'izlar to'g'ri 5 millionga yaqin qirg'iz aholi, qirg'iz tilida so'zlashadigan aholi bugun Qirg'iziston Respublikasida yashaydi. Lekin Pomir qirg'izlar degan tushuncha bor. Bular bilasizmi? Ular Tojikistonda ko'proq yashaydi yoki Shimoliy Afg'oniston, Badaxshonda yashaydi. Bularning o'ziga xos etnografiyasiga, o'ziga xos kiyim-kechaklari bor. YouTube'da qarasangiz bo'ladi yoki bugungi kunda O'zbekistondagi qirg'izlarning ham 3 ta 4 ta tarmog'i bor. Bilasiz, Farg'ona vodiysi qirg'izlar, bu yerning yerli aholisi. O'zbekistonda bir 500 mingga yaqin qirg'iz yashasa, shuning bir yirik qismi o'sha Farg'ona vodiysida yashaydi. Andijonda, nimada, Qo'qon atroflarida ham bor, Namangan viloyatida ham, Farg'onada ham. Endi ularning eng ko'proq tanilgan qismi qirg'izlarning, o'zbekistonlik qirg'izlarning qismi bu Zomin qirg'izlari. Tog'larda bilasiz, Zomin tog'larining juda ko'rkam, so'lim yerlarida. Endi olib qarasangiz, orada Tojikiston bor. Tojikiston bor. Qirg'izistondan ancha uzilib qolgan. Mayli, Zominni ham mayli tushunaylik. Orada Xo'jand bor deyishimiz mumkin. Orada bir 500 kilometr, 400 kilometr ajrab yoki 100-200 kilometr ajratib turar tog'lar deyishimiz mumkin. Undan ham sal bir 50-100 kilometr nimaga quyiga janubga tushsangiz, Baxmal qirg'izlari bor-da. Baxmal qirg'izlari ham bir 10 dan ortiq qishloqlarga ega. O'zbekchaga yaqin bir shevada, dialektda so'zlashib ketgan, lekin qirg'iz tilida so'zlashadi bular. Undan tashqari Hisor qirg'izlari bor. U Tojikiston tomonda va Surxondaryo bilan Ko'lob atroflaridagi, ya'niki qayerda tog' tizmalari shunday bir-biriga zanjir bo'lib bog'lanib ketsa, ustida shu tog' etaklarida qirg'iz qishloqlarini ko'ramiz. Bu o'sha o'rta asrlardan beri bor. Boshqa tomonda ularni ya'ni aytadi-ku, kimlardir past tekisliklarda yashashni istaydi, kimlardir tog'larda. Demak, qirg'iz qardoshlarimiz ko'proq tog'larni yaxshi ko'radi. Sabab ular yashagan, ular ko'proq tarqalgan, ming yillar davomida ota-bobosi yashab kelgan bu yerlar Yenisey atrofidagi Sayan, Oltoy tog'larida, o'sha tog'larda yashagan aholi tasavvur qiling, 20 darajali issiqlikda yo 30 darajali issiqlikda yashaydigan aholi turli sabablar bilan janubga, issiq o'lkalarga 40-50 darajali joyga ko'chib keldi. U qiyin-da uni yashash. Ular baribir o'zlari sevgan, o'zlari uchun salqin, so'lim yerni izlaydi va qiyinroq yashash, tog'li hududlarda yashashni tanlaydi. Ularning tanlovi shunaqa. Oddiy qilib tushuntirsak qarang, turkiy xalqlar qanaqa xalqlar? Endi tilini tushuntirishimiz mumkin, urf-odatlarni, lekin ularning yashash uchun qayerlarni tanlagan degan misolda geografiyasiga nazar tashlay, ko'z tashlaydigan bo'lsak, albatta qipchoqlar keng yoziqlarda, keng yaylovlarda yashaganini ko'ramiz. Dasht qipchoq. Bu yog'i masalan Oltoy tog'lari, u yog'i Balqon tog'lari, Karpat tog'lari. Orasini hisoblab chiqsangiz bir 10 ming kilometr, 10 ming chaqirimga yaqin qipchoq so'zlashadi. Har xil bugungi kunda har xil qozoq, tatar, boshqirt, boshqa qoraqalpoq, o'zbek yoki nima qirg'iz deb bo'linib ketsa ham, bular o'sha nisbatan tog'lari kam, yaylovlari, suvlari, daryolari bor, chorvachilikka, yilqilarni boqishga mos, keng yerlarda ko'chib yurishga mos yerlarda yashaydi-da. Endi O'g'uzlar qanaqa? O'g'uzlar turkman deb qarasangiz ko'pchiligini, qachon qayerda ko'proq qarasangiz, dasht cho'lga duch kelamiz. Dasht ham emas, yaylov ham emas, cho'l. Mana Iroqdagi, Suriyadagi, arab davlatlaridagi turkmanlar yoki Erondagi turkmanlar, bugungi Turkmanistondagi, O'zbekistondagi Qoraqum, Qizilqum cho'llarida yashaydigan aholiga qarasak, qardoshlarimiz, O'g'uz qardoshlarimiz turkmanlar bo'lib qoladi-da. Xuddi go'yoki turkiylar o'sha qadimda shakllanib boshqa tarmoqlarga bo'linayotgan paytda sen tog'da yashaysan, sen qirda yashaysan, sen cho'lda yashaysan deb bo'lib berilgan va shu bo'linishda haligacha yashab kelyaptimi deb o'ylab qolasan-da. Haqiqatan qiziq.
shunaqa o'zbeklarning qarluqlari ko'proq, qarluq o'zbeklar tog'larda yashagan, qipchoq o'zbeklar ko'proq yaylovlarda, qirlarda yashagan. Qarang, shuni tanlashga harakat qilishganda, chunki mentalitet, dunyoqarash, urf-odat, moddiy madaniyat, umuman kundalik hayot, yashash tarzi, yashash yursini mana shunaqa ming yillar davomida shakllanib bir qolipga kelgandan keyin uni o'zgartirish ancha qiyin bo'lar ekan. Qirg'izlarni tog'larni sevishi, o'zlarini tog'ning bolasi deb qarash sanashlari, demak ularning negizi, ildizi ko'proq o'sha Yenisey daryosi bo'ylaridagi o'sha tog'larda, Oltoy va Sayan tog'larida o'rtaga yuzaga chiqqani uchun shunday bo'lsa kerak deb qaraymiz. Rahmat domla, ajoyib ma'lumotlar, ajoyib. Haqiqatan bir e'tibor bermaydigan jihatimiz bor edi. Aynan shu turkiy millatlarning yashash hududini tanlashi. Masalan, biz oddiy odamlar ko'pincha qozoq va qirg'iz birodarlarimizni ajrata olmaymiz. Endi hozir xafa bo'lishmaz, biz yo'q, biz bir turkiymiz. Bizni xohlasangiz qozoq deng, qirg'iz deng, turkman deng. Mana hozir chatda ham ayrim hollarda kimlarnidir bloklashga to'g'ri kelyapti. Millatchilik qilmang. Millat qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Bu zamonaviy dunyoda 21-asrda biz umumiy tarixni izlayotibmiz. Demak, qarang, qozoq va qirg'iz birodarlarimizni ajratishimiz juda ham qiyin. Hattoki so'zlarida ham juda bir yaqin keladi. Lekin yashash hududlari bo'yicha keskin farqlanadi. Shunday. Bu qanday bo'lib qolgan bunday domla? Masalan, deylik mana avval e'tibor bermasdik. Masalan, qirg'iz birodarlarimiz haqiqatda doim tog'li hududlarda. Doim tog'li hududlarda. Masalan, o'sha Farg'ona vodiysiga yoki So'xga borganda ham deylik, agar So'x mana O'zbekistonning hududi, u yerda tojiklar ham istiqomat qilishadi, hali tekislik qismida. Lekin tog'ga qarasangiz qirg'izlar yashayotgan bo'ladi. Shohimardonda ham shunaqa. Mana o'sha o'tov qurib, hali qirg'izlar yashayotgan bo'lishadi. Lekin tog' bilan cho'lning orasida juda katta farq bor. Dashtning orasida, uzr. Ammo qozoqlar dashtda doim, dasht qipchoq, mana dashtda doim. Qirg'izlar doim tog'da. Lekin ular juda ham o'xshashadi. Ko'rinish jihatdan ham, til jihatdan ham. Va buni ham sabablari bor, o'ziga xos ochiqlamalari bor. Ya'ni qirg'izlar boya aytganimdek, hozirgi qirg'izchadan ancha o'sha Yenisey daryosi bo'yida yashaydigan tarqalgan qirg'izchasi boshqacharoq bo'lganda, bular hozirgi Yenisey, Yettisuv, Issiqko'l atrofida ko'ng tarqala boshlagan paytlarida, to'g'ri ularning oldidan bir qismi bir bo'lagi bu yerda yashagan, lekin yalpi ko'chib kela boshlagan paytlarda bular qozoqlarga duch kelgan asosan. Qozoqlarning bir nechta urug'lar qirg'izlar orasiga singib ketgan, bir nechta urug'lar qirg'izlar qozoq urug'lari tarkibiga singib ketgan, orasiga qo'shilib ketgan. Mana hech kim unchalik bilmaydi. Men o'zim duch kelganda hayron bo'ldimda, tang qolganman. Orol dengizining shimoliy tomonida, umuman kunbotar tomonlar, kunchiqar tomonlarida, mana Qozog'iston yerlarida qirg'iz degan qozoqlar yashaydi. Qozoqlarning qirg'iz urug'i. Endi qarang, ular shunday. Keyin yoki O'zbekistonda ham, Qashqadaryoda, umuman Samarqand viloyatida ham, Surxondaryoda ham qirg'iz degan qishloq. Ayniqsa Qashqadaryoda qirg'iz degan o'zbek urug'i ham bor. Mana Yakkabog' yoki Qamash tumanlarida qirg'iz degan qishloqlar bor. Bular borsangiz kimsiz desa, biz o'zbeklarning qirg'iz urug'imiz. Yoki Saroy, Qirg'iz Saroy deb ham yuritilamiz dedi. Ular o'sha 92 o'zbek urug'i ichida bo'lgan qirg'izlar bular. Qirg'iz nomi hali qirg'izlar orada shunday tarqalib boshqa turkiy elatlar orasida ularning bir urug'iga aylangan paytlarda bir bo'lagi qozoqlarning, bir bo'lagi demak o'zbeklarning ichida o'zbekning bir qismiga aylanib ketdi. Qarang, nimada uni shuning uchun Farg'ona vodiysidagi qirg'iz qishloqlari bilan Qashqadaryodagi qirg'iz qishloqlari bitta millat deb qarab bo'lmaydi. Tarixi uzoq, tarixi o'tmishi, ildizlar bir bo'lishi mumkin, lekin bugungi kunda Qashqadaryodagi qirg'iz deb nomlanadigan qishloqlar bular o'zbeklar, Farg'ona vodiysidagi qirg'iz nomli yoki qirg'iz urug'lari bilan ataladigan Saribag'ish degan, Cho'ngbag'ish degan qishloqlar bular qirg'izlar. Qarang, yana qirg'izlarni ikkita bugungi kunda dialektlariga qarasangiz ham, urf-odatlariga qarasangiz, urug' bo'linishiga qarasangiz ham o'sha Yeniseydan ko'chgan qirg'izlar bor. Ularning ayrim urug' nomlari na o'zbekda, na qozoqda, na qoraqalpoqda uchramaydi. O'ziga xos. Yana bir janubiy qirg'izlar yoki ichkilik qirg'izlar deydi. Ularning nomlariga qarasangiz, o'zbeklar urug'ining ichida ham bor, qozoqlarda ham, qoraqalpoqlarda ham. Mana
qirg'izlarni hozir urug' bo'linishiga qarasak, men qarab chiqdim, bir katta yirik cho'ng urug'lari, qirg'izcha aytganda cho'ng degani bilasiz, katta nimasida Qangli deydi, Nayman deydi, bular yoki Qipchoq deydi, Qo'ng'rat deydi. Bular ko'proq qozoq va o'zbeklarga yaqin keladi. Masalan, Solto deydi, Bo'g'u degan nimalari bor, Munduz degan nimalari, Mungush degan urug'lari bor. Bular adigina, bular ko'proq Hakasiya o'sha Sibir tomonga tortadi. Ya'ni qirg'izlarga, hakaslarga bilan tashqari Oltoy kishi degan aholi ham yaqin, bilasiz. Oltoy turklari bor. Tuvaliklar ham qirg'izlarga ancha tili yaqin keladi. Mana shularni urug'lari keyinchalik shakllangan urug'lar bilan, ya'ni qirg'iz urug'lari ko'p to'g'ri keladi. Qirg'izlarda qozoqlar masalan 3 ta jo'zga bo'lingan bo'lsa, urug'lar bo'yicha 3 ta urug'dan bo'lim tashkil qamrab olgan bo'lsa, qirg'izlar ham 2 ta qanotdan tashkil topgan. Bu qanaqa qanotlar bilasizmi? Bittasi 30 o'g'il deydi. 30 o'g'il, 30 ta o'g'ildan tarqalgan qarindosh deb qaraladi yoki 10 o'g'il deydi. 10 o'g'il ichkiliklar deb aytiladi. Bular ko'proq demak o'zbek va qozoqlarning nimasiga yaqinroq joylashgan, urug' tarkibiga o'xshaydi. Mana shundan kelib chiqib, demak bularni qirg'izlarni turkiy xalqlarning boshqalari bilan deyarli bir ekanligini, hammamiz uchun, barchamiz uchun deyarli qardosh ekanligini ayta olamiz. Endi bu ham qo'shnichilikdan, ham nima qozoq bir qirg'izlarning bir qismi qozoqlar, qozoq xonliklari tarkibida bo'ldi, bir qismi o'zbek xonliklari tarkibida ichida bo'lgan paytlarda yana bir qayta shakllanish, qayta urug'lashga aylanish jarayonlari, prosesslari ham bo'ldi-da, shu ham ta'sir qildi. Endi qirg'izlar Qipchoq dialektini qabul qilgandan keyin qozoqchaga o'xshashi bu juda ham tabiiy. Bemalol, masalan, biz qozoqchaga o'xshash deymiz, lekin Qipchoq laqchasida, Qipchoq dialektida so'zlashadigan o'zbekcha bilan qirg'izcha ham o'ta yaqin keladi. Hatto adabiy o'zbekcha bilan qirg'izcha ham o'ta yaqin keladi. Masalan, Issiqko'lga borgan qarindoshlarimiz, qishloqdoshlarimiz, do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz bilan so'zlashib qolsak, hayron qoldim deydi, qirg'iz tili deydi shu darajada bizga yaqin ekan deydi-da. Shu yaqin ekan, hatto qozoqchada tushunmay qolishimiz mumkin ekan qozoqchani, lekin qirg'izchani shu 95% tushuna olamiz deyapti-da. Demak, mana ba'zan Qirg'iziston boshqaruvchilari so'zlagan paytda, O'zbekistonga kelib ketgan paytdagi so'zlardan, masalan, birdan aholi televizorda ko'rsatganda juda to'liq tushundik bularning prezidentining nimasini deydi. Bu faqatgina aytaylik, shu ayrim harflarni sal boshqacharoq o'qiydi, ba'zi nimalarda so'zlar boshqacharoq ko'p deyarli bir, masalan, cho'ng degan so'z qirg'izlar ko'p ishlatiladi, katta, ulkan degan ma'noda. Qozoqchada masalan yo'q shu so'z. Ko'p yo'q, boshqa turkiylarda ham so'z yo'q. Mana Turkiya turkchasida ham cho'ng yo'q. Uning o'rniga cho'q. Bu qayerdan cho'ng? Cho'ng degan so'z o'zi bu ham juda qadimgi turkiy, eski turkiy so'z. O'zbekchada ham bor aslida. O'zbekchada cho'ng mehnat degan so'zlarda ishlatiladi. Zo'r degan, zabardast degan ma'noda cho'ng goh-gohida ko'rinib qoladi. Masalan, bizning qishloqda asl haqiqiy degan ma'noda ham cho'ng degan so'zni ishlatamiz. Ya'niki bitta urug'ga nisbatan ishlatmoqchi bo'lsak, cho'ng gala deganimiz, ya'ni gala degan mang'itlarning bir urug'i bo'lgan, biz uzlar tarkibida ham nima qilingan, cho'ng degan haqiqiy gala urug'idan bu degani, ya'ni ko'pchilikka aralashmagan yoki falon cho'ng kishi degan ma'no, o'sha haqiqiy nima degan ma'noda shevalarimizda ishlatiladi. Lekin adabiy tilda ham, o'zbek tili izohli lug'atiga ham qarab ko'ring, cho'ng degan so'z ko'proq cho'ng mehnat, ya'ni yaxshi ish degan ma'noda ko'rinadi. Boshqa so'zlarda ham sifat ma'nosida keladi. Endi qaysidir bir turk xalqida, masalan, Turkiyada cho'q degan so'z ko'p yoyilib ketgan. Masalan, bizda qozoqlarda, o'zbeklarda ko'p degan so'z nisbatan yoki o'zbek tilida boshqa turkiy tillardan farqli qilib katta degan so'zni ishlatamiz. Boshqalarda deyarli yo'q. Bu so'g'diy tildan qolgan so'z deb qaraladi. Katta bu forsiymi? Yo'q, forsiy kalon deb ishlatiladi forschada. Ularda ham boshqacha. Boshqacha. Katta faqat bizdami? Bizda bor, keyin ayrim tojik shevalarida bor. Demak, so'g'cha so'z deb qaraladi va o'sha o'zbekchada keyingi vaqtda keng tarqalib ketdi. Bir vaqtlar xorazmliklar katta so'zni bilmasdan o'lli deb ishlatardi. Bugungi kunda ularga ham katta degan so'z kirib boryapti-da. Yoki Qashqadaryoda o'lkan, yirik deb ishlatilardi. Hozir uning o'rniga mana keyingi vaqtlarda katta hamma joyda. Ayrim so'zlar shunday borki, juda tez boshqa tomonlarga tez kirib. Mana Janubiy Qozoq ham O'zbekistondagi qozoqlar yoki Chimkent atrofi qozoqlari ham katta so'zni ba'zan ishlatadi ayrim paytlarda. Men o'zbeklardan oldida bular deb hazillashib qo'yaman. Domla,
uzr gapsiz bo'ldim. Qarang, siz aytdingiz o'sha qozoq va qirg'iz o'sha bugungi kundagi farqlar, ular ko'rinishda ham juda ham o'xshaydi. Ya'ni aslida qarang, masalan bitta qo'shimcha qilib ketaylik, nomli uzr. Masalan, ko'pincha insonning ko'rinishidagi farqni yashash hududi bilan bog'lanadi-da o'zi. Tabiati bilan bog'lanadi. Masalan, siz issiq o'lkada, cho'lda yashaysiz, biroz qoraroq bo'lasiz, ko'zingiz biroz qisiq bo'lishi mumkin degan, yo'q, unday emas ekan, uzr. Shamolli joylarda yel esib turgan paytlarda bir nima bo'lsa, kuchli shamolli yerlarda ko'zi qisiq bo'ladigan bir oddiy tushuncha saqlanib qolgan. Mana shunday, ya'ni ko'pincha insonlarning nima deydi, oqroq yoki bug'doy rang yoki unday hammasi yashash hududi bilan bog'lanadi. Ammo qirg'iz va qozoq qarindoshlarimizni yashash hududlari turli xil. Biri tog'da, biri bog'da deymizga, biri dashtda. Lekin juda o'xshashadi. Nega? Endi aslida yoki biz shunday deb o'ylaymiz. Biz ko'proq shunday o'ylaymiz-da. Ichiga kirib borsangiz, biroz ayrim farqliliklarni ham ko'ramiz. Men qiziq hayron nimada qolganman. Qirg'izistonda yurib qirg'izlar bilan so'zlashsam, siz qozoqmisiz deb qirg'iz bir og'aynilar so'raydi. Nega desam, qirg'izlar qanday qozoqdan ajratasiz desangiz, qozoqlar nisbatan soqolliroq, ozgina ko'zi yirikroq bo'ladi deydi-da. Ko'zi cho'ngroq bo'ladi deb aytadi. Keyin kattaroq bo'ladi deb aytadi. Keyin shunda hayron bo'ldim. Keyin qozoqlarga e'tibor bersam, haqiqatan chindan ham shunaqa ko'rinishlar bor ekan. Qirg'izlarda nisbatan qozoqlarda ancha urug'lari ham ko'p, keng yerlarda tarqalgan, bular qancha xalqlarni, elatlarni o'z ichiga ham kiritib olganda, bir qarasangiz qozoqlar Kavkaz bilan qo'shni. Bir qarasangiz Eronda ham qozoqlarni ko'rasiz. Bir qarasangiz bu yoqda Mo'g'uliston, bir qarasangiz Rossiyani ichki tomonlarida ham qozoqlarni ko'ramiz. Bularning ichida turli ko'rinishlar, kimdir ham rangi oq, tanasi oq ko'rinishi, sariq bo'lishi mumkin, qaysi bir yerda nisbatan qo'ng'irroq ko'rinishli bo'lishi mumkin. Turkmanlar bilan qo'shni yashaydigan aday qozoqlarni qarang, ularning ko'rinishi, mang'ishloq, ularnikida boshqacharoq. Yoki mana Qizilo'rda atrofidagi o'g'izlarning qoldiqlari bo'lgan qozoq urug'lari bor. Ularda xuddi turkmanga o'xshashlik ko'ramiz-da, yoki turkiyaliklarga. Shu tomondan keyin men lekin qirg'izlarda biz bunchalik qirg'izlarda nisbatan nimani saqlanib qolganligini ko'ramiz, xoslik, o'ziga xoslikni. Lekin aslida qarang, turkiy xalqlar ichida qirg'izlar haqida ko'pincha qadimgi yozma manbalarda aytilganda, bular dedi ko'zi ko'k, uzun bo'yli, oq tanli, sariq yoki qizg'ish sochli odamlar deb aytiladi. Yevropoid qilib tasvirlaydi. Buni ham xitoyliklar yozgan, ham arab forslar ham yozib ketgan. Bu qanday bo'ldi? Bu degani olimlarni ko'p o'ylantirdi bu. Nega shunday? Hozirgi kunda qirg'izlar orasida kam, 1000 tadan bitta, 100 tadan bir ikki kishilar shunday odamlarni ko'rib qolamiz. Endi bu har bir millatda bor bu. Hamma bor, lekin qirg'izlarda sal nisbatan ko'proq uchraydi deb aytishadi. Men hali o'zim ko'zim bilan ko'p taniq guvoh bo'lmaganman, lekin yozma manbalarda shunaqa shuni olimlar ayrimlar aytdi, qirg'izlar shundan turklashgan, oldin boshqada bular yevropoid bo'lgan deb boshlashdi. Lekin chuqur kirib borganimizdan keyin aslida dinlilar, ya'ni mana turk deb aytilgan o'sha qadimgi turkiylarda ham o'shanaqa ko'rinish bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar, bilgilar uchradi. Shundan kelib chiqib turkiylarni o'zi bundan 2000, 2500, 3000 yil oldin ham ikkita irq yetakchilik qilgan. Bittasi mongoloid, o'sha dumaloq yuzli, qisiq ko'zli, kam soqolli, siyrak soqolli turkiylar va yonida bir ayrim urug'lari, ayrim eratlari o'sha oq yuzli, qirra burunli, uzun bo'yli yoki qizg'ishroq sochli nimalarni. Qarang, aslida qanchalik janubga borgan sari turkiylarda o'sha qora mag'izlik, qoramtirlik kuchayadi. Janub deganda qayerda? Janub deganda mana Amudaryoning bo'ylari, Surxondaryo atroflari. Surxondaryo, umuman Shimoliy Afg'onistondagi o'zbeklar yashaydigan hududlar, Turkmaniston, Kavkazdagi mana Ozarbayjon hududlari yoki Sharqiy Turkiston, Uyg'urlarning o'sha Tibet, Pomir tomonlarga yaqin nimalarda qoramtir nimalarni ko'proq ko'ramizda. Shunday bir nazariya qarash borki, o'sha Oltoy, Markaziy Osiyoning nisbatan salqin yerlarida yashagan, Sibirda yashagan turkiylar nisbatan oq sariq bo'lib, janubga siljib, janubni egallab yotgan paytda janubdan shimolga siljigan yevropoid xalqlar bilan to'qnash kelgan, yoki hindlar bilan yoki eronliklar bilan to'qnash kelgan va iqlimi issiq yerliklar bilan to'qnashgandan keyin sariqlar bilan qoramtirlar orasida aralashuv yuz bergan dedi. Qarang, shunday oddiy
men nima qilaman, qirg'iz qishloqlarida yoki qozoq qishloqlarida bo'lsam ham yosh bolalar 10-15, hali 15 yosh emas, shu 5-10 yosh orasidagi bolalarga yoki kichik 3-4 yoshli bolalarga qarasangiz, oq sariq, xuddi shu aynan shunday ko'rinish O'zbekistonda ham uchraydi. Bir razm solib, ser solib qarang, ko'pchilik bolalar yoshligida oq sariq bo'ladi, keyin nima bo'lib ketadi. Bu o'sha aynan o'sha tarixiy ko'chishlar bilan bog'liq ekan. Shu narsa endi qarang, qirg'izlarni tili, nomi bundan 2200 yil oldin turkiycha ekan, uni rangi boshqa, ko'rinishi boshqa bo'lganligi uchun qadimda ular boshqa millat bo'lgan, boshqa elat bo'lgan deb qarab bo'lmaydi. Chunki turkiylarda boya aytganimdek, har doim ikkita o'sha ko'rinish, qaysidir bir yerda o'lkada nisbatan bittasi yetakchilik qilgan, qaysi bir joyda ikkinchisi. Mana hozir O'zbekistonning nimasini ham aslida olib qarasak, yerlarga, joylarga, viloyat tumanlariga qarasangiz, har xil qiyofani ko'ramiz, tashqi qiyofani. Bunaqa ayniqsa o'zbeklarda bu juda ham shunday o'zbeklar borki, qirg'izdan o'ta ko'r, qozoqdan ham ko'proq mangolayotman. Mana endi biz buni she'rimiz bor edi-ku, hali sen qozoqmi, men qozoq degan. Shunday. Haqiqatan shunday. Mana hozir YouTube'da ko'rishingiz mumkin, Chiyal bozori deb shunday yozib ko'ring. Chiyal bozori deb yozsangiz, Chiroqchidagi bir 50 mingga yaqin aholi, balki 100 mingdir Qushchi degan o'zbek urug'idan Chiyalam deb nima qilinadi. O'sha yerdagilar yoki Qushchi Qipchoq ham deb yuritiladi. Shunday qarasangiz, endi bozoridagi xuddi o'sha Janubiy Sibirga 6 oyga borib qolganday, Mo'g'ulistonga borib qolganday bo'lasizda, hatto shu darajada bizga qo'shniroq qishloqlarda. Shunga qarab endi to'g'ri, qaysi tomondir kimdir, qaysisida boya aytgandek, qaysidir ko'rinish yetakchi bo'lishi mumkin. Bu nisbiy masala. Albatta, va biz bu haqda aytadiku, eng ko'p bahsga sabab bo'ladigan millatimiz desak ham bo'ladi. Masalan, qirg'iz qardoshlarimiz, qozoq qardoshlarimiz nisbatan ali bir tarkiblikka o'xshaydi-da, domla. Masalan, taxminan bu qozoq bovurim deysiz, bu qirg'iz qardoshim deysiz. Lekin o'zbekka kelganda o'ylanib qolasiz. Chunki Toshkent atrofida nima deydi, masalan, Toshkentning chekkalarida o'zbeklar deyarli qozoqqa o'xshaydi. Yoki Surxondaryo, Qashqadaryoda hali ovul qilib, hali o'tovlarda hatto madaniyati ham qozoqqa o'xshaydi. Bunday olib qarasangiz. Shunday. Shevas, dialekt birdayda. Dialekt bir xil, qipchoqchasiga qarab ketadi. Yoki Xorazm tarafda o'g'izchasiga turkmanlar. Xuddi Ozarbayjon, turkiyaliklarni ko'rganday bo'lasiz-da. Mana shuning uchun bu juda ham katta. Qarang, mana bir hali she'r. Yirik bir tarix degani bu qaynar qozon bo'lib, bu aslida birlashtiruvchi omil hisoblanadi. Biz o'tgan safar Iqbol Mirzoning bir she'rini rosa o'qiymiz degan ekanmiz, hurmatli muxlislar. Endi agar eshitmagan bo'lsangiz, endi ko'pchilik buni eshitgan bo'lish kerak. Sen qozoqmi, men qozoq deb yozilgan she'r. Endi buni qirg'izmi, turkman, Ozarbayjon, turk, tatar, uyg'ur istalganini qo'yishingiz mumkin. Bu yerda qozoq so'zining o'rniga boshqa 32 ta turkiy millatni qo'yishingiz mumkin. Biroz chuvashlar uzoqroq bo'lishi mumkin. Yaqutlarda ham biroz farqlilik bo'lishi. Yaqutlarda ham biroz uzoq, lekin baribir yaqutlarni bunday tinglab ko'rsangiz, anchagina nimadir topasiz. Voy bo'y yurtga qarab boq, osmon qadar keng qozoq. Tilim, dilim, dinim bir, sen qozoqmi, men qozoq. Otam otangga jo'ra, abayni mendan so'ra. Qiyiq ko'zimga qara, qarang, urg'uni qarang. Qiyiq ko'zimga qara, sen qozoqmi, men qozoq. Tayg'oqda o't yoqqanmiz, olovdan sog' chiqqanmiz, yovni birga yiqqanmiz, sen qozoqmi, men qozoq. Sen ham yofas izisan, Navoiyning so'zisan, o'zbekning g'irt o'zisan, sen qozoqmi, men qozoq. Uzangidosh ham nafas, sensiz to'yim qizimas, ko'z qisiq, til qisiqmas, sen qozoqmi, men qozoq. Birga unib o'sgaymiz, yomonga bosh qo'shmaymiz, egizakka o'xshaymiz, sen qozoqmi, men qozoq. Rasul do'stim, qo'ldoshim, Muxtor aves yo'ldoshim, o'ljas mening o'ljasim, sen qozoqmi, men qozoq. Dard cheksang qalbimda g'am, quvonsang menga bayram, qozoqroqman sendan ham, sen qozoqmi, men qozoq. Qarang, ajoyib. Bu juda ajoyib she'r. Men juda ham bu she'rni eshitsam doim xursand bo'laman. Juda ham ajoyib she'r. Bu hurmatli muxlislar, shu yerdagi qozoq qardoshlarimiz o'rniga istalgan 32 ta millat, 32 millatdan iborat turkiy xalqlarni istalganini qo'ying, hammasiga tushaveradi. Biz mana shunday millatmiz. Domla, yana savollarimiz bor. Demak, Markaziy Osiyoning tog'li hududlarida, mana o'sha Toshkentning shimolida yoki Pomir taraflarida, demak, qirg'izlar
avvaldan bo'lgan o'sha tarix paydo bo'libdiki, shu yerdan bo'lgan deb hisoblanadi. Lekin baribir shu Enasoydan ko'chish haqida ko'p aytiladi. Shu haqida biroz ma'lumot bersangiz, ya'ni nega Enasoydan juda katta qirg'iz elati o'sha vaqtda deylik ko'chish qilgan janubga? Bunga nima sabab bo'lgan? Buni sabablari bir vaqtda yuz bermaganda bu ko'chish. Bu o'sha qirg'iz xoqonligi mavjud bo'lib turgan paytda, qurilgan paytda Uyg'ur xoqonligini 840-yillarda yengib, uning o'rnida uning qo'l ostidagi Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyoning kunchiqar tomonlarini egallagan paytda qirg'iz Yenisiy bo'yidagi qirg'izlar ko'proq nimaga ko'cha boshladi endi. Ya'niki yangi o'lkalarni nima qo'riqlash kerak, saqlash kerak, boshqarish kerak. Bu endi bu 1000 yildan oldinroq bo'lgan voqelik. Endi keyinchalik 1220-yillarda Chingiziylar, Mo'g'ul qo'shinlari butun dunyoning katta ulkan qismini egallagan paytda ularning qo'shinlarining ichida ko'plab yuzlab turkiy urug'lar bo'lgan bo'lsa, shularning sezilarli bir bo'lagi qirg'izlar edi. Ular ham kelib Oltin O'rdada, Chig'atoy ulusida o'sha Chingiziy boshqaruvchilarga xizmat qildi. Ulardan beklar chiqdi, boshqaruvchilar chiqdi. O'sha paytda ikkinchi bir to'lqin keldi. Uchinchi bir to'lqin bu o'rta asrlarda, so'nggi o'rta asrlarda ham desa bo'ladi, mana Qalmoq, Jo'ng'or bosqini degan bir tariximizda kam o'rganilgan, ozir o'rganilgan bir davr, bosqich borda. Bu aynan o'zbek xonliklari uchun ham, qozoq xonliklari uchun ham, qirg'iz bekliklari uchun ham bir qanaqadir bir katta bir tashvish keltirgan, qanaqadir bir qiyinchilik olib kelgan bir davr bo'ldi. Bir 100 yillik, 200 yil davomida Qalmoqlar, bugungi Oltoy tog'lari atrofida yashaydigan Mo'g'ul tilli Qalmoqlar, O'yrotlar ham deyiladi. Bular 1468-yilda Abulxayr xonni yengdi, o'zbek ulusini, Sirdaryo bo'ylarida, Turkiston atroflarida. Undan keyin qozoq xonliklarini ham ko'pincha shular qiynab keldi. 100 yillar davomida qozoq davlatchiligini, qozoq xonliklarini parchalab, ularni tarqalib ketishiga, kuchini qirqilishiga olib keldi. Qirg'izlarning siqiq bir tor hududda, tor tog'lar orasida yashab qolishiga sabab bo'ldi. Bular chunki Qalmoqlar o'sha eski Chingiziylar yoki Mo'g'ullar bosqinini takrorlamoqchi bo'ldi, qaytarmoqchi bo'ldi. Qalmoqlar hatto Erongacha tushdi, Xorazmgacha, Qo'qon xonlari ichlarigacha, Toshkentgacha keldi bular, bilasiz, 1700-yillarda. Bular o'sha paytda shunaqa bir ular Janubiy Sibirni ham egalladi. Qirg'izlar o'sha Yenisiy bo'yidagi, bugungi Xakasska atrofidagi, shuni tevaragidagi qirg'izlar bu yoqqa ko'chishga majbur bo'lib qoldi. O'sha Sibir xonliklarini borgan sari Rossiya egallab borishi natijasi, ya'ni bir necha asrlar davomida qirg'izlarning Yenisiydan ko'proq boshqa yot millatlar, uluslar tomonidan egallana boshlagandan keyin bular ko'chishga majbur bo'lgan holatlar bo'ldi. Qarang, qirg'izlarning ko'chib kelish jarayonida o'sha Sayan tog'laridan, Janubiy Sibirdan ko'chish paytida ora hududlarda, ora yerlarda qolib ketganlari ham bor. Masalan, Tarbag'atoy tog'lari borda, mana bugungi Olmaotadan ham Kunchiqarda mana bu Xitoy tomonda qolib ketgan Tarbag'atoy tog'lari bor. O'sha tog'lar Jo'ng'oriya tekisligidan ham shimolda. O'sha yerda qirg'izlar borda. Ba'zilar bilan tanishdim. Ular bugun qozoqcha so'zlashadi. Ya'ni bu yergacha yetib kelmagan qirg'izlar. O'sha yerda qolib qozoqcha, o'zini identitetida, o'zligida biz qirg'izmiz deydi, lekin qozoqcha so'zlashadi. Keyin o'sha eng katta bir boshimizga tushgan halokatlardan bittasi o'sha Qalmoq bosqini bo'ldi. Shunda 5-6 ta turkiy xalqni bular parchalab yubordi. Bu Qalmoq ham bizdan uzoq emas-ku? Uzoq emas, bularning din tomonidan bular buddist bo'ldi. Musulmon bo'lmagan edi, din anchagina inonch tizimi ajratib turar ekanda. Domla, qarang, mana shu Enasoydan qirg'izlarning ko'chishini Markaziy Osiyoning Issiqko'l atrofi, tog'li va hududlardagi so'lim joylarga bu Saljuqiylar, O'g'uzlarning Anadoluga ko'chishiga o'xshatish mumkinmi? Shu bir qarashda shunday o'xshatish mumkin. Shu yerda bir narsa bir turtki berib yordingiz. Qarang, Turkmanlar bilan Turkmaniston bilan Qirg'iziston chegaradosh emas bugun. Juda uzoq. Ularda tog'lar bor, bularda cho'llar bor, qumlar. Endi lekin shunday ayrim tomonlariga qarasangiz, Turkman bilan Qirg'iz ham o'ta yaqin keladi-da. Buni men aytmadim, mana mening ukalarim Issiqko'lga borib bundan 10 yilcha oldin nima qilib kelganda, dam olib kelganda aytgandi. Shularda dedi, qirg'izlar
geldim deb gapirar ekan, ko'zni ko'z der ekan. Yo'q edi, keyin men ham diqqat qilib boshlasam, konferensiya, ilmiy yig'ilishlarga borsam, haqiqatan qirg'izlarning ko'pchilik qismi ko'rdim deb gapirar ekanda, ko'rdim demasdan. Bu keyin izlanib boshlasam, qirg'izlar bilan turkmanlarning bir 70% urug'i bir xil kelar ekan. Masalan, qozoq, o'zbek urug'lari bilan qirg'iz urug'lari bir 30% o'xshashi mumkin, 30%. Turkmanlarniki, masalan, qozoqda ham, o'zbekda ham, qoraqalpoqda ham yo'q bir urug', go'klan degan urug', turkmanlar go'klan deydi, qirg'izlar ko'klan deydi. Yoki o'zlari ham go'klanam deb aytadi, yoki ersari desa arsari deb aytadi. Ikkovda ham sariq ikkovining urug'ining ichida bor. Shunday qarab ko'rsangiz, o'nlab, mana O'ljaboy Qaratayev degan etnograf olimi bularni yig'ib turkman va qirg'iz parallellari, etnonimlarni, ya'ni urug' nomlarining o'xshashligi degan maqolasida shularni juda ko'p ko'rsatdi-da. Taka degan urug' bularda ham taka. Keyin qarasak, bu Qirg'iziston hududida qirg'iz xalqining millat ulus bo'lib shakllanishda ulut deb aytadi bular, ulut. Qirg'izlar millat so'zini qirg'iz qozoqlar ulut deb aytadi. O'sha ulus so'zidan shakllangan. Qirg'iz uluti qoliplashayotgan paytda bir nechta bosqichlarni bosib o'tgan. Uning ichida hali O'g'uzlar O'rxon, Mo'g'ulistondan yo'lga chiqib Sirdaryo bo'yiga yetib kelishidan oldin bular Yettisuvda to'xtab, Issiqko'l atrofida to'xtab qolgan bular. Shu bir qismi o'sha yerda, bir bo'lagi o'sha yerda qolib ketgan. Yenisidan qirg'izlar ularning ustiga kelib nima qilgandan keyin ikkovlari aralashib O'g'uz ta'sirini olgan. Ham bu dialektga, fonetikaga ta'sir qilgan. Ham bu urug' tarkibiga, urug' qurami deydi, urug' quramiga ta'sir qilganda, shunday olganda qirg'iz bilan turkmanning o'xshash tomoni ancha. Eng qizig'i bor. Turkmanistonda bir marta belbog'li kurash bo'yicha turkman kurashi bo'ldi-da, butun O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistonlardan ko'plab polvonlar bordi. Ko'p medallarni, oltin medallarni qirg'iz polvonlari oldi-da. Nega bilasizmi? Ularda ham belbog'li kurash ekan. Qirg'izistonda ham milliy kurashi turkmanlarniki bilan birday ekan. Shuning uchun bular usulni bilib birdan yiqitib, qozoq bilan o'zbek polvonlari nisbatan kam, ularga qaraganda oz medal oldi. Sababi bularning kurashi buxorocha yoki qozoqcha, o'zbekcha, dasht qipchoqcha kurash chil beriladi, oyoq nima har xil usullar qo'llaydi. Ularda bo'lsa belbog'dan ushlab kurashiladi-da, qirg'iz bilan turkmanning shu tomoni bularning eng eski turkiy qadimiyatini ko'rsatyapti. Shunaqa tomonlari ham bor. Bu bizni faqat xursand qiladi. Albatta. Biz hammamiz hamma yerdamiz. Qizig'i o'sha belbog'li kurash, farg'onacha kurash deb bizda ham farg'onacha kurash. Domla, demak, imkon qadar so'nggi savol, lekin sizdan bir juda katta iltimos bo'ldi. Sartlar haqida domla ko'rsatuv qilib bersinlar degan. Bu demak, bo'ldi. Buni juda ko'p muxlislarimiz so'rashdi. Biz bilamiz, ya'ni sart bular endi savol sifatida berishdi, sartlar haqida ayting deyishdi. Biz bilamizki, uni siz 2 daqiqada bizga sartlarni tushuntirib berishingiz qiyin, chunki bu juda katta mavzu. Bitta narsani aytib ketayin, sart degan urug'day bo'lib, qirg'izlar ichida sart qalmoqlar bor. Sart qalmoqlar bu Qoraqo'l degan joyida, mana bu Issiqko'lning ham Kunchiqar tomonida yashaydi. Ayrim o'rtoqlarim bor o'sha sart qalmoqlardan, o'zi mo'g'ul bo'lib keyin qirg'izlar ichiga singib ketgani ham bor. Keyin qiziq tomoni, o'zbeklarda mo'g'ul degan urug' tog'larda yashaydi. Barloslar, turklar bilan, o'zbek turklari, o'zbek barloslarining orasida, yonida qo'shni bo'lib yashaydi. Mana Jizzaxda bir nechta mo'g'ul degan qishloq bor. Qashqadaryoda Kitob Shahrsazda mo'g'ul degan, Surxondaryoda mo'g'ul degan qishloqlar bor. Qirg'izlarda ham yirik bir urug'ning nomi Mong'oldor deb aytiladi. Qozoqlarda yo'q u narsa, nima? Lekin qirg'izlarning qiziq tomoni, boshqirdlarda ham qirg'iz degan urug' bor. O'zbeklarda ham, qozoqlarda ham bor. Qarang. Qoraqalpoqlarda ham bo'lgan, qarang. Shu darajada nima? Ular haqiqatan bir o'q bo'yicha joylashgan, agar e'tibor bersak. Masalan, o'sha mana boshqirt, qirg'iz urug'i ham, qozoqning qirg'iz urug'i ham o'sha shu g'arbda, Volga, keyin Orol shu tomonlarda. U yerdan qoraqalpoqlar keyin dasht qipchoq o'zbeklari orqali bu Janubiy O'zbekistonga bir chiziq bo'lib, chiziqqa o'xshaydi. Shunday. Biz buni ham balki alohida ko'rib bir kurs. Rahmat. Demak, sartlar haqida. Bu sartlar haqida albatta, lekin sartni boshidan aytib ketayin, bu etnonim emas. Bu millat, elat nomi emas, elat bilan bog'liq atama emas edi. Bu professiyani, ijtimoiy, hunar, kasb bilan bog'liq edik. Borib ayrim yerlarda laqab sifatida sart qalmoq,
sart bo'gajili degan o'zbek urug'lari bor, shunday salgina kichik joylarda bilinib qoldi. Domla, hozir mana qirg'iz atamasi qirqiz so'zidan olingan degani bu noto'g'ri, shundaymi? Yo, shunday xalq orasida shunaqa tushunchalar bor, qirqiz degani. Lekin siz boya qirqir degani aslida men endi qanchalik to'g'ri bo'lishi mumkin, men 2 oycha oldin Qirg'izistonda o'sha Bishkekda turkiy yoshlar, turkologlar yozgi maktabida borib ma'ruza o'qib taklid o'qib kelgan paytimda bir Nuriddin Yusuyev degan bir professor do'stimiz bor, juda ham kuchli turkolog. U aytdiki, men buning ma'nosini topdim dedi. Endi unga tegishli u nima qilgan, men ham qo'shildim, u nima qilganda qirg'iz degani aslida qirg'iy degani. Qirg'iy degani bu qirg'iy biz biladigan qirg'iymi? Qirg'iy qushi, boya burgutsimonlar urmasidan totem bo'lib o'sha nima qilgan. Aslida qirg'izlarning tamg'asi o'sha Yenisey bitik toshlaridagi tamg'a ham, bunday qarasangiz qanotini yozib turgan. Boyiga suratni qo'ying. Bizda ham bir surat bor, shu qadimiy qirg'iy qushiga o'xshab ketadi. Ya'ni qirg'ir deb aytilgan, qirg'iz degani ham z bu ko'plik yasaydi, qirg'iylar degan. Masalan, uni mo'g'ullar qirg'iltay degan, mo'g'ullarda tay degan qo'shimcha qo'shish nimasi bor. Targ'utay. Mana qirg'izlarni tavsiflaganda mana bunday suratlar ham berishadi. Juda ham ovchi xalq, bular o'sha burgut bilan bog'liq. Juda ham an'analari ko'p tarqalgan bularni. Qirg'iz deganda albatta qo'lida qirg'iy qushini ushlab turgan, burgutni ushlab turgan odamni ko'ramiz. Demak, bunda ham bir asos bor. Asos bor. Anchagina misollar, o'rnaklar keltirib menga isbotlab berdi. Endi yozib maqola qilib chiqqandir, lekin iltimos qilaman izlanuvchilardan, tadqiqotchilardan agar shu bo'yicha yozadigan bo'lsa, albatta Nuriddin Yusuyevning bilan maslahatlashib, kengashib ish tutsin. Boshqa bir qarash esa qirg'izlarni 40 o'g'iz deb qarash bor. Ya'ni 40 ta o'g'iz urug'ining birlashmasi. Bunda ham bir jon bordek ko'rinadi. Ajoyib. Vengerlar 10 o'g'iz. 10 o'g'ir deb aytilgan, masalan, 10 o'g'iz. Qirg'izlar 40 o'g'iz. Qarang. O hattoki 9 o'g'iz degan nimasi bor. Hatto o'zbeklarda ham shuni bir aytishadi. Shunday. O'zbeklarda 9 degan nimasi bor. Va shu 9 o'g'iz bilan nima qilinadi. Yana qarang, boshqirdlarda bor-ku, qizni hayron qolasiz. Boshqirt degani 5 o'g'ir degani deydi. 5 ta o'g'iz. Nega? Chunki bel degan qadimgi turkchada bilak 5 ni aytishgan. Va ikkinchi qismi qurt, boshqurtdagi birinchi qismi bel 5 bo'lsa, bel ikkinchi qismi qurt, g'uz, ya'ni o'g'iz degan qarashlar bor. Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, lekin baribir negizida bir qandaydir chinlik borday ko'rinadi. Chunki qirg'izlarda ham o'sha 41 yigitning 40 ta do'sti, jo'rasi bo'lishi kerak degan tushuncha bo'lgan. Bular to'ylarda qatnashgan, cho'ro deb aytadi, 40 cho'ro. Janglarda, urushlarda bu jo'rami? Jo'ra. Bugungi kunda o'z jo'r bo'lmoq, ergashmoq, qo'shilib yurmoq degan ma'noda. Jo'r bo'lib o'sha jo'ra degan so'z. Qadimgi turkcha cho'r degan unvon. Harbiy drujinnik deydi, bir drujinada 40 ta kishi bo'lib, askar bo'lib janglarda, urushlarda qatnashgan. Mana shundan qirg'izlarda ayniqsa Cho'royev, Cho'ro degan ismlarga ko'p duch kelamiz-da. Boycho'ra degan nimalarda ko'ramiz. Ya ularda ham bor. Tatarlarda ham Boycho'rin, Bekcho'rin degan familiyalar ko'ramiz. Bir tarixiy atamalar, nimalar o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Qayerdadir albatta o'rtib ko'rinib turadi. Bu bizni birlashtiruvchi omil hisoblanadi. Ustoz, so'nggi savol, kursimizdagi so'nggi savol. Siz boya bir gapni aytayotganingizda qipchoqchani tanlaganda deb ketdingiz. Men alohida yozib qo'ydim, buni oxirida so'rayman deb. Xalqlar laqchani o'zi tanlaganmi? Yo'q, tanlash deganda bir boshqacharoq ishlatgan bo'lishi mumkin. Hurmatli muxlislar, eslatib o'tamiz, biz laqchalar haqida aytganda ustoz bilan qipchoqcha, qarluqcha, o'g'izchani nazarda tutamiz. To'g'ri, bulg'orcha ham bor, endi u juda qadimiy, bu hozir turkiylarning ko'pchilik qismini, ko'pchilik bo'lagini tashkil etadigan, uyushtiradigan nimasi bu, demak, o'g'izlar million, 100 milliondan oshadi. Qarluqlar bir 50-60 million, undan qipchoqlar, ularning ham soni 50 millionga yaqin. Aytingizki, qirg'izlar shu qipchoqcha laqchani tanlaganda deb ketdingiz-da. Ya'ni qarang, endi bu yerga ko'chib kelgan paytda balkim u yerda ham yuz bergan bo'lishi mumkin, chunki qipchoqlar Sibirda ham, Oltoy tarafda ham turli turkiy urug'larning, elatlarining qoliplashuvida yuzaga kelishida qatnashdi bular. Qatnashgandan keyin o'sha paytda qirg'izlarga qipchoq dialektining ta'siri boshlandi deyshadi. Bu yoqqa kelganda endi tasavvur qiling, Issiqko'l, Yettisuga kelganda bu yerda endi qipchoqcha shunday jonli yashardi, hamma yerda qipchoq ta'siri bor edi. Shundan keyin qipchoqchaniga o'ta boshladi bularning nimasi, so'zlashuv tili degan qarash bor. Endi qipchoq muhiti kuchlilik qildi bu yerda. Shuni tanlash deb aytishimiz ham mumkin.
nima aslida bular bir biridan unaqa uzoq emas. Endi bu nima keyin bir narsa bor, tilshunoslikdan shunday nima bor ekan, bir ikki ko'rsatuvlarda ham aytdingiz, nega dedingiz turkiy tillar bunaqa dialekt, lahja, shevalarga o'zgarib qolgan. Shunday bir tajriba, shunaqa bir ko'nikma bor ekanki, masalan aholi bitta tilda so'zlashadigan qarindosh urug'lar, aka-ukalar, bir urug' vakillari yoki bir qishloq nimasi 10 yil bir-birini ko'rmay bo'lak yashasa, boshqa bir muhitda bir-birini uncha tushunmay qolar ekan. Shunaqa jarayon bo'lar ekan. Tasavvur qiling. U har kuni til degan bu har doim kundalik muloqot, kundalik olish berishda bu. Demak, bu faol o'sha, shunday 10 yil, 20 yil nima bo'lsa, chunki har kuni, har yil qanaqadir boshqa yondashuvlar, boshqa moda so'zlar chiqadi-da. O'shandan keyin masalan biz bunday olganda Afg'oniston o'zbeklari bilan 100 yildan yo 1840-yildan beri siyosiy chegaralar qo'yildi. Ular afg'on amirlari bosib olgandan keyin qarang, o'zbeklar, u yerdagi o'zbeklar bilan bu yerdagi o'zbeklarni yondash so'zlashuvda biroz ikkilanib qolishlar bo'lib qoladi. Masalan, biz katta rahmat desak, ular ko'p rahmat deb ishlatadi. Ayrim joylarimizda bizda ham ko'p rahmat desa tushunaveramiz, lekin bir ajablanamiz, deymizda. Bu boshqacharoq ekan-ku deymiz. Demak, bundan bir 150 yil oldin deyarli yil oraga yillar qo'yib ko'rsangiz ajratib bir boshqa bo'lak. Domla, bu mana tabiiy. Masalan, bugungi kunda biz oldin so'zini o'rniga ko'proq avval so'zini ishlatyapmiz. Shunday. Ilgari deb ham ishlatiladi yoki burun degan so'z ishlatiladi. Biz ularni hozir hech ishlatilmaydi. Avval deymiz, avvalroq deymiz, avvaldan deymiz, lekin oldin, burun, ilgari degan so'zlarimiz ham bor. Lekin bular endi qaysidir deylik hududda bizdan ayro yashayotgan bo'lsa, ularda shu qolib ketgan bo'lsa. Shunday. Bu ajoyib. Domla, boya so'nggi savol dedim. U har qatda so'nggi savol edi, endi keyingisini kichkina savolcha deylik. Qirg'izchada o'zbekcha kabi shevalar ko'pmi? Ular qirg'izlar ikkita nimaga bo'linadi. Ya'ni shimol qirg'izlari endi xalq orasida bunaqa ma'muriy nima emas, janub qirg'izlari. Janub qirg'izlari bular kimlar? Zomin qirg'izlari, Baxmal qirg'izlari, Chotqol qirg'izlari, keyin Farg'ona vodiysidagi o'sha Batkin atroflari, O'sh, O'zgan. Bularda forscha, arabcha so'zlar ko'payib ketgan. Ya'ni geografik. Shunday. Keyin masalan shimol qirg'izlari Bolboyt deb bo'lmaydi degan so'zni Bolboyt deb aytsa, bular Bolvoyt dedi. Keyin masalan janub qirg'izlarida faqatgina nima emas ekan, bu o'zbek qipchoqchasiga yoki o'zbek uyg'urchasiga xos so'zlar ko'proq. Shimolida nisbatan o'sha Yenisey tomonlariga nimalar ham saqlagan tomonlarini ko'ramiz. Masalan, Bolcho, Kelchi deb nima qilishlar bor. Lekin o'zbekchaga o'xshab viloyatdan viloyatga farqlanib ketadi. Yo'q, ularda o'sha tog' ajratib, ya'ni mintaqaning geografik joylashuviga qarab nima qilinadi, farqlanadi. Rahmat. Demak, Fuya qirg'izlari haqida biz avvalgi kursda ham aytib o'tganmiz. O'shalar bo'yicha bir video ham yuborgan edik. O'sha Nurbek qo'ydimi yo'qmi? Qani, ustoz, bitta iltimos bo'ladi sizdan. Mana salarlar haqida, Fuya qirg'izlari haqida va umuman Xitoydagi qozoq qardoshlarimiz, mana shular haqida alohida ko'rsatib qilamiz. To'g'ri. Bunga sariq uyg'urlarni ham qo'shamiz. Ya'ni mana shu alohida Koreyagacha yetib boradigan turkiy urug'lar haqida alohida ko'rsatib qilamiz. Sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga. Omon bo'ling.